Kirilo. Benim tekrar işi. Radna joyini ayting, bexus qiynab tayladingiz. Kapot, ikkita ishi, bitta uchta ishi, bitta kapot. Ha, 3 ta ishi, bitta tom radna. Generalni chiqadi. Nech pul deyapsiz? 50. Ye? Ha, aka. Ketari yo'q bundan keyin chin guring chiqmayman qarshidan. Shuncha mehnatimga achinamman hozir, ishonasizmi? Noyabrdan beri qilgan mehnatimga achinamman. Shuncha mehnat qildim, narxni tushirdim, 2 kun vodiy ketdim, yana avvalgidek bo'lib qoldi. Nima bunday aytibsizlar aka? Instagramdan faolmisiz? Ya kelishtirib ayting jon aka, 2014 da ham 50 deylar. Qaymoq suvet kraska tomi bilan 3 ta ishingiz radno, stoykalar radno. Yo'q, kapotlar kraska aka. 2. Radno? Shu kapot radnomi? Ha, usti sepilgan ekan buni. Lekin udari yo'q lekin. Dediz baland. Dediz ancha baland-da. Kelishtirmasangiz ola olmayman, qiyin bu narxlar. Mang. Maydalashmayman, bo'latgan qilib so'rayman. Hop. Bo'lsa olaman. Bering, baravar tekis qilib 35 million beraman. Kam ham emas, ko'p ham emas. Bering olaman. Naqd 35 million. Nech pul berish ko'ngil o'zini. Sotish ko'ngilda bittasi ochiq ayting, yoshingiz katta. Maydalashmayman. Agar to'g'ri kelsa oldim, bo'lmasa aytib ko'raman. Xo'p, mayli, men 35 so'radim, jon aka. Bergis kelmayapti. O'z oxirida 40 dan qancha o'tib berish ko'nglingiz bor? Bir ayting, men olmasam kimdir oladi? Ishi bitsin shayxdan, kimdir bo'lsa. Men shuncha bo'lsa beraman deb ayting. Ya so'ra, aytmasangiz qanday so'rayman aka? 35 so'rayapman jon aka. Bergis kelmayapti, bildim. Nech pul bo'lsa bera olasiz? Xo'p, mayli, 35 millionga nech pul qo'shay? Mayli, 40 dan nech pul o'tib berasiz? Xo'p, bo'lmasa bir narx ayting. Men topolmayapman sizni. Topa olasiz. Odamni ichidagini o'qiydigan xususiyat yo'q-da menga. 14 yil. Qisqasi 40 dan oshsa berish ko'nglingiz, to'g'rimi? Bo'lmasa 40 dan pastga berish ko'nglingiz yo'q. Ha, bo'l. Mashina xata bitta narsani aniqroq qilaylik xataydi. Hozir unga men ola olmayman, siz bunga sota olmaysiz. Dediz balandaganda. Bag'i ham bor. 40 lar men ola olmayman aka. Men rosti guring, siz kamiga ham 40 dan pastga berish ko'nglingiz yo'q, chin guring. Bo'lsa 40 berasiz, undan pastga bermaysiz, lekin men 40 ololmayman. Mayli bir ish qilishim mumkin. Ha desangiz o'shanga. Aytib ko'raman, keyingisini savdo qilaveraman. Bugun bozor kuni. Qani 40 ga birorta olsin, pulingiz kerak emas. Olgandan, sotgandan pul so'ramayman. Pullaringiz kerak emas. Kimnidir yuraversa ko'rsin. Bo'ladimi? Aytaman-da, keyingisini savdo qilaman. 35 million so'rayman. Qarang, omonat savdo, shunki savdo bo'lsa bering olaman. Erta qaytib so'rashim qiyin bu narxda. Ertadan yana xudo olsa joyi keltiramiz savdoni. Bu turish bo'lmaydi. Mayli, men 100 ta mashina ko'ray shu kun 100 kishi bilan gaplasha, 100 ni ham olmasam ham roziman. Lekin narxni ko'tarib ola olmayman. Hozir sizga ham bo'ldi aka, qayerga biror nima o'ting deb tapa baraka qilib olishim mumkin. Undan nima tol? Mendan odamlar mashina olagan deb bu yoqqa chiqib olib narxni ko'tarish uchun o'tgan yo'qman-da. To'g'ri tushuning. Hamma mashina savdo qila olaman, olaman. Boyagi akanikini ham olaman, hammanikini. Xo'lan nomlarda mashina bor ekan, erta olib kelaman deyapti. Mayli aka, olib keling. Xo'p. Aytaman-da, keyingisiga o'taman bo'lsa, xo'p. Xo'p, akalar ko'ringlar. 2014 16 Lux konditsionercha ishlaydi. Kapotlari kraska bor, lekin yengil juda. Ancha yil eski sepilgan kraska, ichiga o'tmagan, tiniq turibdi. Kapotini o'zi ichil bilan. Tomi radnoy, 4 ta stoyka radnoy, 3 ta eshik radnoy. Qolgan joyi usti yengil asijit qilingan.
40 million bo'lsa beraman debdilar, oxiri qisqasi. Undan pastga berish ko'ngillari yo'q. Generalni chiqadi. İchimizga 2014 oluvchilar bormi? Birorta lyuks konditsioner Nexia 2. Yurgani qancha edi aka? 3 kurik yurgan ha? 3 kurik yurgan ekan. İchimizga oluvchilar bormi akalar? Naqd 40 million bo'lsa beraman deyaptilar. 2014 birorta lyuks konditsioner Nexia 2. Endi bir ish qiling. Siz turib turing, men uni savdo qilay. Agar kimdir qo'shib so'rasa, qo'sh mayli bering. Agar sotish ko'ngil realni bo'layotgan bo'lsa, bersangiz olaman. 35 million. Ekan Gentra. Keling aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerdan sizniki? Pastdamiz. Kasbini qayerga? 12 qishlardan. 12 dan? Ye, ana Qudalardan ekansizki. Keyin qani? Shavkat Bekkin taniysizmi? Ha, og'ayni. Og'ayni? Ha, o'shaning pochchasi bo'ladi akam. Taniyman siz. Taniysiz? Ha, nima ular sotmayman olib keldingiz? Ha, o'zingizni olgansiz, o'zingizga qaytaramiz. Ha, bo'ldi, aman. Yili? Yili 14. Mana bu. Real savdodan oldingizmi? O'zingizni olib. Yo'q, real savdodan oldingizmi? Turgan joydan oldingizmi? Real. Ya, mashina baraka degan payt tars olgansiz. Qancha bo'ldi? 3 oydan oshdi. Joydan. Endi sir bo'lmasa, meni esimdan chiqqan baribir. Nech pulga oluvdingiz? 70 gami. 70 ga olganman, 71. 3 oy oldin ham zinarish narxlar yaxshi bo'lgan ekan, ha? Baland bo'lgan ekan. Hozir narxlar 3 oydan keyin vaqt tushib ketdi. Bilasizmi?